necha marta gapirish kerak edi? Javob olmadi. Nega uydan qochding? Seni so'raman, o. Yig'lamay eshitsa qachon urdim? Urdimmi? Urgan bo'lsam bekorga urmay o'ldirma. Qayer? Qalaysan, Turg'on? Ishlayapsizmi? Basharayamga ketibdi-ku, ha? Sizga ko'payib ketdi. Qaytaramiz traktorni. Ha, yo'q. O'ljamshid deganlar-da. Ha, ketibdi. Ishgada yur tashib o'taman. yaxshi. Sayat. O'shanga nechta qattiqlikda o'qib agar yana nariyoqqa ketib qoladigan bo'lsang, oyog'ingni urib turaman, tushundingmi? Aleyküm assalom. Qalay? Yaxshi yuribsanmi? Katta bola bo'lib qoldingmi? Ol, ol. Obba seni, barakalla. Mana choy ich. Nega qara o'g'lim? Bu otang hariyam ichyaptimi? Xafa bo'lma, choyni ich. Bojan, choyingizni yangilab bera qoling. Assalomu alaykum, bojan. Va alaykum assalom. Voy aylanib ketay, katta bo'ladi. Ha, yaqinda maktabga boraman. Shunaqami? Qani bo'lmasam, men bilan yuring-chi uyga.
Alaykum assalom. Mana, o'rda. Rahmat. Suv bor, rahmat. O'zing yaxshi yuribsan. Sog'liqlaring yaxshi. Tinchmisan? Barakalla o'g'lim, barakalla. Rahmat. Barakalla. Assalomu alaykum, qadrli qishloq mehnatkashlari. Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Qishloq xo'jaligi va agrosanoat kompleksi qayta ishlash sanoati xodimlari kuni. Shu munosabat bilan zahmatkash paxtakorlarni, Bog'bonlar va pillakorlarni, barcha mehnat ahlini ushbu kasb bayrami bilan tabriklab, ularga osoyishtalik va sihat salomatlik tilaymiz. Mana. To'shatanmi? Chaman. Nonni kilol bo'yin berdimi? Ha, sorg'u berdi. Ana bu kitob neyse? Ana bu kitobni Nur opam berdi. O. Bu kitobni qachon o'qiysan endi? Maktabga borsam o'qiyman. Ha, o'g'lim. Katta yigit bo'lib qolding. Ana kuzda maktabga borasan. Senga kitob, daftar olish kerak. Aytgancha, hozir davlatimiz boshlang'ich sinfda o'qiydiganlarga hamma narsani tekinga beradi. Chet elda bo'lsa, hammasi pulli. Xo'p, davlatimiz bor-da. Hamma narsani tekinga beradi. Ana shunaqa. Hali senga qopga ham olish kerakdir-a? Ha, olish kerak. Qanaqasidan haligi qo'lda ko'tarib yuradigandanmi yo haligi orqaga bosib yuradigandanmi? Ayirchaligidan. Ha, mayli. Ayirchaligidan bo'lsa ayirchaligidan. Tavba. Biz maktabga borgan paytda popkani qanaqaligini surishtirmasdigan. Bu rahmatli jildki bergandilar. Kitobmi, ruchkami, nommi, nima bo'lsa ichiga solib maktabga borib kelaverardik. Siyoh jonivor to'kilib, hamma yoqni rasvo qilardi. Hatto nonni ham bo'yab qo'yardi. Akang ko'rinmadimi? Yo'q. Qayoqda yurgan ekan? Boya pul so'rab keluvdi, bermadim. Armiyadan kelganiga 3 oy bo'ldi. Haligacha bir ishchi boshini tutgani yo'q. Bola ham shunaqa muvaffaq bo'ladimi? Bittasi qochib ketsa, kattasi ko'cha sanga yursa. Ha! Oy! Obbo, hozir. Hamayli. Sen uyga bor. Akang kech keladigan bo'lsa, oldimga kelaverarsan.
Dayjon. Hop. Ha. Uydamisan oğlum? Ukayna xavotirib keluvdim. Hayvanları sen ayırırsan. Sen ham endi qo'y. Yig'ishda bekor yurishing. No. O'zingga ma'qul bo'ladigan ish top. Sen tengilar oila tebratishyapti. Qachongacha tentirab yurasan? İş qidiryapman. Ishchi nimasini qidirasan? Ana brigadir oldiga bor, ish beradi. Ha, kecha seni so'rayotgan edi. Bermoqchi bo'lgan traktorlarni ko'rdim. Zapchast topib tuzatib olmish. Katta xolamgina topamanmi yo'q zapchastni? Ha, bo'lmasa rayonga bor, bironta boshqa ish topilib qolar. Rayonda ham ishlamayman. Uni undoq desang, buni bundoq desang. Ha, yo issig'iga, yo sovugiga ko'ndi o'g'lim. Ha, sen tengilar, Nima men tengilar, nima? Men tengilar oila boqyapti rost. Siz ham bilantirib qo'ying bo'lmasa. men u ma'noda aytayotganim yo'q. Ishlab pul topgin deyapman o'g'lim. Men esa o'sha ma'noda aytyapman. Bilantirib qo'ying kuchingiz yetsa. Gulnoraga. Nima? Qaysi Gulnoraga? Menga rasmni kitob bergan Gulnora opamgachi. Sen aralashma. O'g'lim. Onangni go'rdagi tutog'i qurimasdan turib uylanaman deysan. Eshitganlar nima deydi? Sen bo'lsang uyalmaysanmi? Uyalaman. Faqat o'zimdan emas, sizdan uyalaman. Onam o'lgandan keyin battar ichkilikka xuruj qo'ydingiz. Kolxoz raisini ham olib qo'yishib, traktor parkiga qora olib qo'yishdi. Rahm qilishibdi. Bo'lmasa, qilgan avaringiz uchun qamalishingiz kerak edi. Endi bo'lsa 70 so'm oylik bilan umuman butilgan ichga tushib oldingiz. Qishloqda hamma orqangizdan qurbon piyon deb chaqiradi. Qarzamaga odamingiz qolmabdi. Shundan uyalaman. O'sha ovozingni. Isam o'zimni pulimga ichyapman. Endi sen qoluvding. Meni tergamagan. Yo'qol o'zimdan. Abzaq. Ketaman. Haydamasangiz ham ketaman. Sen nima ovqatingni yeyapsan? Al. Ya, o'zing o'ylab ko'r, Ranjon. 70 so'm oylik bilan tirikchilik qilib oladim, ha? Yo, sen menga rost aytaver, uyalma. Bunun ustiga katta o'g'lim Xomijon uylantirib qo'yin deydi. Bunga nima deysan? O'zing kelib gaplashdingmi? Ha, gaplashdim. Menda rosti, bularning yoshida Men rais bilan gapirdingmi deb so'rayapman. ha, gaplashdim. Yana biroz sabr qil deydi. Men bu ish yo'qmish. Yana 1 yil kutadi dushman. Unga kirib, yotog'i bilan tushuntirgin.
O'zing har holda u kishilar do'sting edi. Ya bo'ldi. O'zsaram ertaga ertalab kirib gaplashsammikin, ha? Xo'p, endi men boray. Vaqtim hali mahal bo'lib qoldi. Uyga boramizmi? Sen boraver. Men ozroq ishlarim bor. Nima araysan? Gel. Rahmat kızım, rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom oğlum. Qani? Qani da o'tiringlar-chi? O'tir. Ye, o'tir.
Mana bir piyola choy ich. Ke oğlum. Bardağımı sokla. Xudoga ming qatla shukr. O'zing tinchmisan? Rahmat ota. Dada bir pas o'ynab kelsam maylimi? Mayli. Uzoqqa ketib qolmagan, xo'pmi? Endi o'g'lim shu gaplarimni qulog'ingga olsang olarsan. Olmasang o'zing bilasan. Rahmatli otang bilan ta umrini oxirigacha qadrdon do'st edik. Shuning uchun men ham senga ota o'rnataman. Mana yoshingam bir joyga borib qoldi. Endi ichkilikni tashlasang bo'larmidi? O'zim ham tashlamoqchi bo'lganman. Barakalla o'g'lim. Barakalla. Bu ishdan yaxshilik chiqmaydi. O'zingni o'ylamasang, bolangni o'yla. Onasini yildan keyin uylantirmoqchiman. Yo'q. Men Homidni aytayotganim yo'q. Kichkinangni aytyapman. Buning boshqacha. Ehtiyot qil, o'g'lim. Hop otaxon, nega ruxsat? Hop, shoshtiruvdim. Bora Hop, omon bo'ling. Aziz. Anıştıgan iylemezse, bu geldiğin kuruma vurup sen tarkat koyamayacağını can bolam. Tog'am, Qarshidan kelyapman. Qarshidan. Odamlar yo'lda ovqat o'tiribdi. Ovqat yeb ketgim deb yalinyapti. Yeganim yo'q. Marhamat qizillar. Ajoyib bir qo'l bola qaynatma sho'rva tursa qo'yaman. Qani.
Yemayman. Yemayman. Hey, bola. Odamlar. Odamlar. Shu sigaretni chakib olsam maylimi? Hop, mayli, chak. Yo, shuni chakib olsam maylimi? Hop, chak. Yo, shuni ham chakkani qo'ymaysizlarmi, a? Maylimi chakib olsam? Mayli, chak. Chekin kiravay. Bizga gaz bersang bo'ldi, bolam. Gaz bersang bo'ldi, jon bola. Chakib olsam maylimi? Chak. Hey, bolam. Sanga? Sanga? Qo'y, bolajonim. Mana. Qolganlar keyin bo'ldi. Qolganlar keyin oladi. Jon bolam, baraka topdi. Menga ham gazingdan tashlab ketaqa. Jon bolam, yo'dima, xolang o'rgilsin. Ey, xola, o'tgan safar ketdim. O'tgan safar emas, oldingi safar jon bolam. Tashlab ketaqa. Qachon? O'tgan safar. Yo, qachon? Voy bolam, o'tgan safar jon bolam. Ana, olgan ekansiz. Voy nima qiladi? Xola, hisob kerak. Bu davlatning gazi bu. Sal ekonom qilish kerak edi buni. Bunaqa yana mana 4 ta qishloq bor, bilasizmi? Sal ekonom qilish kerak edi. Bunaqada hech bo'ladimi ekan siz? Qolagining Qani hisob kerak odamga. yo bitta tashlab ketaqagin jon bolam. Ana qala. Voy. Voy, yirkangni ko'kaydan akeling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmonur-rahim. Qani birodar. Amin. Allohu akbar. Yaxshimisan? Bokirvoy. Abi gazni oldingizmi? Zokirvoymi? Zokirvoy gazni olib, o'sha gazni oshib, pishirib yeb, bu yerga choy ichgan chiqdilar. Ochaychi qo'yaychi nashodan. O shaka. O qaqpasdan qissa qar so'rasang bermaysan ahmoq qo'yil. Mana shu oldimizdan o'tgan shu gazni quvurlar kichkinagina bir truba tortib o'tsak bo'lmaydimi? Barakalla. To'g'ri aytasan. Voy, agar o'sha trubaga bitta jo'brani ulasak, gaz balonimizda bemalol to'lg'izib olaveramiz-da. To'g'ri. Mana bu rayondan gaz tashiydigan mashinani hojati ham bo'lmaydi. Unda bu jo'ravoy gazchi bekor yurar ekan-da. Otaxon, o'sha jo'brakka jo'ravoy gaz boshliq bo'ladi. Unda yana u eski xonmon bo'lar ekan. Nohiyamizda qancha qishloq bor, otaxon? Nohiyamizdami? Hozir O'rta Saroy. Shusha. Bu 5 Umzovoy. Qizing tushgan qishloqda gaz o'tganmi? Yo'q, o'tmagan. Demak 11. Bundan keyin mana bu yerda bir qishlog'imiz bor-ku, otilma. Beshchinor. Ana o'sha Beshchinor. Bu bilan 12 ta ekanda. Viloyatimizda qancha? Viloyatimizda juda ko'p. Bu hammasiga bittadan jo'bray o'rnatsa, bu O'ralga qachon gaz yetib boradi? Ey, baya qara, uni qo'ya tur.
agar har bitta qishloqqa bittadan jo'mrak o'rnatsa, bu jo'ragachchi u jo'mrakdan bu jo'mrakka qanday yurib esib ketar ekan-da. Unda jo'ravoy egasi emas, jo'ravoy jo'mrak bo'lar ekan. Ha. Kecha Saidjon kelamiz, rayonga tushdik. Magazinlarni aylandik. Haligi aylantiradigan ot nima edi? Otlari bor-ku, o'shanga olib tushdim. Xo'rosqon olib berdim. Shar olib berdim. Uyga borguncha shari ham yorib bo'ldi. Asli kitob yozsam bo'lar ekan. Shu ro'zg'ordan sal qiynalyapmiz. Unaqa desam, shunisiga ham shukr. Bir boqonki non 24 tiyin, suv bo'lsa tekin. Ana shunaqa gaplar. Ha. Kecha Saidjon oldiga kelgan ekan. Urushib berdim. Xavotir olib rosa qidirdim-da. Sen xafa bo'lma. Keyingi safar o'zim bilan birga olib kelaman. Xo'p, mayli, men boray. Hali raisga ham uchrashishim kerak. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Bola yaxshimi? Uyda tinchmi? Bola yaxshimi? Salomatgina, keynam yaxshimilar? Hammasi bola chaqalar, hammasi. Ha, yaxshi salomatlik, yaxshimisiz aka? Salomatmi? Ya bir keluvdi, ziyorat qilgani keluvdi. Ha. Kelinizni ziyorat qilgani keluvdi. O'zi yaxshisizmi? Sizlar ukalarim yaxshimi? Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Hop, omon bo'linglar. Bo'pti, hop. Bir ziyorat qilib keluvdi-da. Men unda qarz so'raganim yo'q-ku. Ha, ish so'radim. Menga qarab pulvon, juda e'tibor deng odam. Eshitib bo'ldi. Odamga alam qilar ekan. Odamcha o'zi mehnatdan boshqa nomard, aytgan ishingizni qilaman. Faqat oyligi tuzroq bo'lsa bo'ldi desam, avval ishdan o'zingni ko'rsating. Tashinglarni qo'ya qolsang bo'ladi-ku. Qaramam ishdim. Xo'sh. Sana qasaming ekstra qasam edim. Rosa boblatdi. Men sana arpayni xomurgamidim. Axir men ish so'radim, ish so'radim. Qo'sh gaplaring. Pul so'raganim yo'q, ish so'radim. Eshitdim. Gap qo'shib yubordim. Shunday.
Qarollaringiz dedi. Sayt. Yaxshi. Ke. Молодец. Beyni maktabga borasan-a? Ha? Dadam senga popka beraman deganmidi? Ha? Haligi Ayshdan rasm bor-da-na? Ha? Holisan senga o'sha popkadan olib beraman. Hayır. Naqadi? Hozir kelasan. Hali dadam korjomasi bor, qora. Ishga tegib boradi. O'shani mamlaqa cho'ntagida, pul turadi mamlaqa cho'ntagida. Pul olib chiqasan. Xo'pmi? Qo'rqma. Dadam sezmaydi baribir, emas. Baribir dadam buni ahvolda senga popka bermaydi. Qara ichib o'tiribdi. Qo'rqmagin, xo'pmi? Bor. Ommalaka. Tezroq bor. Bor tezroq. Aka popkalarni birga boramiz-a? Endi bundoq aka. Sen aytgan popkadan bizmaganda qolmabdi. Yaxshi. Ertaga shahardan olib beraman, xo'pmi? Sağladan bilib qo'ysa pulini menga berganini aytmaydi. Tushundingmi? Tushundim. Shunday bo'lsin, bor uyga.
Sayın. 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 Nima bo'ldi? Yo'q. Nega onangni rasmdan so'ramasdan olding? Sindirib qo'yasan-ku. O'lama. Sayın. Dur. Magazin var ki. Ya. Furkan. Sayın. Furkan. Sağ ol değil mi? O sen gördün mü? Furkan diyor musun ya? Sağ ol değil mi? Furkan diyor musun ya? Sağ ol değil mi? Hani oğluna mı geldin? İhsan! Ha? Bu da sağ ol değil mi? Kanıp var, bunu kanıp var! Kurban, nima qilyapti? Menga qara, tinchlikmi? Ko'rmaysanmi? Mana bu eshak ko'zlarimda pullab qo'yibdi. Kim o'rnasiga bu eshak? Sen qayerdan o'rgading o'rningni? Shoshma. Buni otdi. Qo'rg'on aka. Balkim o'zini yolini tushirib qoldirgandir. Nega tushiraman? Nega mashina turgan edi? Shundan boshqa kim oladi? Kim oldi eshak? Kimlarga? Sana kim o'g'lini o'rgatdi? O'g'lini qilgan qo'llaringni tushirib ketsa kim aytdi? O'zi qilindi. Manda o'g'li chiqdi ya. Arman buronim Qanday yomonim yaptimi? Qo'yma, deydi o'zim bakayım. Qanday keling? O'tiring. Yaxshi bola. Ben endi bitta ish qilasiz. Ana pulni olib, magazinga cho'kib chiqasiz. Yandan olib kelasiz. Xo'pmi? Nega berishmaydi-yu? Nega bermaydi? Qulmat akam yetimsiz berib yuboradi. Choping. Ne? Sizlarga pechenye oling, yigit. Ota o'g'il. Sayjon! Gel aka. Otang uydami? Yo'q, dalar. Sen aytib qo'y, menga uchratsin. Ana bu olgan qarzini. Mayli. Aytdiki, choyxonachi amakimni oldiga borar ekansiz degan. Xo'pmi? Xo'p. Odamlarga qilib. Beshu desin, turtu desin, shu desin, siz. Salom ekan. Assalomu alaykum. Ay, malades. Ulkan yigit bo'l, ulkan yigit. Ay, to'xta. Sana bir şikolatim var, şunu verip gideyim ha. Nah, şikolat al. Qani, bana nasılsın beş? Nasıl bir nasıl deydi? Oy, şunu qarayın. Ay, yaxşı. Ko'kimga salom aytay. Men borayım. Toychamiz. Qani bu yoqqa. Bir yigit. Talab turib yugurib ishga o'tiribdi. Ha, o'sha burchakka bor. Taxlab qo'yamiz. Ha, o'sha burchakka. Ha, yasha.
Aka yurib kelib qo'limda yerga tirab mamlakatga ana shu bir chol qarab turganim. Ha o'g'lim. Nima qilyapsan? Bu tayindagi jonon qari. Zab dastyor topildi-da. Juda ho'kizday kuchi bor ey. Eng muhimi so'kish kerak emas. Urush kerak emas. Yaxshi gapirsa bo'ldi. Ha, uni nimasini urasan, o'zi Xudo urib qo'ygan bo'lsa, to'g'rimi? Menga ole. Jinnilarda kuch ko'p bo'ladi. Bo'lmasamchi. Kuch munda bo'lmaysa endi bo'lamidi? Dalaga chiqmasa, ekin ekmasa, yer chopmasa, tekin tomoni ursa, tag'in nima bo'ladi? Alaykum assalom. Kim o'g'li bu? Tanimadingmi? Ali Qurbonpiyonning o'g'li. Qurbonpiyon? Qurbonpiyonmi? Ha, shu o'g'li yapamadi uni. Rahmat. Qilgan xizmatingga rahmat. Al bu yoqqa-chi. Yoqqa. Yoqqa. O'tirsin. Shundan paydo bo'lgan bu o'lmasdan biz o'larmiz. Nechaga kirding? Ha? Ne? Hozir qo'l. Bu shogirdingni uylantirmaysan. Xudo xohlasa shunaqa niyat bor. Yoki ko'z ostingga olganing bormi, ha? Shoshmay o'tir. Menga shogird tushmaysanmi, ha? G'isht tashiysan. G'isht zavqida g'isht tashiysan. G'ishtni mashinaga yuklaysan, olib borasan. Mashinadan tushirib, o'sha mashinada qaytib kelasan. Yana yuklaysan, yana olib borasan, yana qaytib kelasan. Moyani qo'yib berish kerak. Moyasi baquvvatda, shuni aytyapman, ha? Ishlaysanmi? Adabiysanmi? Nima deyapti? Adabiysanmi deyapti. Seni aldab o'libmanmi? Ishlaysanmi? Qani tur o'rningdan. Ha, diqqatingni ko'tarchi. Og'ir bola. Qo'lingni ber. Demak kelishdi-ya. Qani bo'lmasam shogirdingni bir tekshirib ko'rmaysanmi? Hali. Qani hozirchi. Vaqtdan. Ona yashini ko'tarchi. Nima? Ko'tar. Nima kerak? Amma. Ustiga yer tavoy. Yana bitta. Hozirda. Qalay, ustiga 4 ta yashik qo'yib, o'zing ham minsang, seni ham ko'taradi. Ko'taramaydi. Ko'taradi dedim, ko'taravermayman tavoy. Yana bitta. Hozir ko'taradi dedim bizanga. Nima kerak? Ko'taraladimi endi? Ko'taramaydi dedim bizanga. Ko'taravermayman tavoy. Garovayman. Muzdimma. Ko'taradi. Hali bo'sh qarab. Ya, qani? Ha, barakatop. Akam bu. Qani? Qani. Hoppa. Jitirmaydi. Bitta. Ko'taramas ekansan. Ko'k. Umar xabitlikka qaramaysan. Kulishini qarang buni. Ko'taradi duding-ku.
Bolani bekorga xafa qildilaringda. Bekorga. Gap ko'p aylantirmasdan borib tek yarim topsanchi. Qandiki garrovchida. Yomon odam tanda. Tanda totib bo'lmaymi? Bor. Qaramang tot. Iya? Hadi şuradan da. Ne vereyim? Doğru, ayetleri pokeran yerin. Ulingachi men zakka berishi mumkin. Adaydan so'ratchi, kerak bo'lar. Voy, menga qarab zararo qani bu, ha? Hozir. Iya. Bu namuncha bu aka uka. Bu magazinga sir qatnov bo'lib qoldilar, ha? Aka, yaxshalik bo'lgan oldilarmi? Aniq jo'ning bo'pti. Akangchi. Mana ularni usta poytamizdan olib ketdi. Qani? Qani? Boring endi uyga. Aday qo'yandilar. Voy молодец, oto'g'il. O'tiring, ana. Qarang, Qurbon. Bu o'g'lingda achor olib qolibdi-ku. Bizni ha. Tachi to'poldi. Yaqinda maktabga boradi. Unga chiroyli ko'kka solib beraman. Ha, qalaqaslarda, ha? Said. Qalaqaslarda. Ali. Ha, ayasaringlar, ayasaringlar. O'y, ayasara. Unga popga emas, unga ayasha besilgan bo'laveradi. Mazza, Saidjonga mazza. Ham popkalik, ham ayashalik bo'lib qolgan menda. Kelinglar yaxshi. Mana shuni birinchi ya. Hozir. Shular. Ana. Robda. Men hech kim kerak emas. O'zi yaxshi ko'rib qo'ycha. Choylar. Uydagilarga ovqat suzayotgandim. Xo'sh, nima qaror kelding? Ketasanmi yoki? Hamid aka. Buncha qiynading, yo hada yo yo'q. Dadingizni o'ylamasangiz. Kech bo'lmasa Saidjonni o'ylasangiz-chi. Axir siz ketib qolsangiz, u bechora nima qiladi? Meni kim o'ylaydi? Armiyadan kelganimga yarim yildan oshdi. Hamid aka, yana bir pas sabr qiling. Balki biror bir ish topilib qolar. Qachon? Otam ahvolga tushgandan keyinmi? Mayli. Xo'p. Siz aytganchaligim bo'ldi deylik. Siz bilan ketdim ham deylik. Lekin meni ota-onam bu qishloqda qanaqa qilib bosh ko'tarib yurishadi?
Saidjondan xabar oldim. Joy topgandan keyin bilan birga sendan oxirgi iltimosim shu. Endi seni ortiq ketishga majbur qilmayman. Menga bo'lmasa boshqasiga birontasiga tegarsan. Turmushing ham yaxshi bo'ladi. Bola-chaqa qoldirarsan. Lekin sen ham men onamga o'xshab 40 yoshga kirmay. O'shanda qilgan pushaymoning kech bo'ladi. Axir men undan qarz so'ramadim-ku. Ish so'radim, ish shuvatsanmi ish so'radim ben. Ha, bo'pti. So'radim ben. Qurbon aka. Ya axir qarab olib bo'ldi. Qadrdonligiga kelib, omadim. Shu ham bo'laydi endi shu. Xo'p. Oye! Sayın! Su akı! Sayın! Su akı! Toprağı güzel bir tane! O dinle. İçkilerim pazarga lanet. Ağzı ketadi. Vay. Bunaqa qayqirmasin. Böyle hemen bo'ldim. Azidim. Meni ojanimniki. Azidim. Sani ham onang bormi?
Olma bitganda keling, tagini tushganda keling, orqa sochi jamalak, belidan tushganda keling. Рождая новую вражду и новые обиды. Даже национальное самосознание обнаружило себя к нашему общему горю в жестокой непримиримости к ближайшим соседям. Что же получается? Что возросшая в обществе свобода освободила худшее в нас, а не лучшее. Обо всем этом, а также о том, как важно противопоставить нетерпимость и чувство доброе, я недавно прочитал в статье известного публициста Ирины Сергеевны. Я должен сказать, лично я думаю, что в наше политизированное время как никогда ранее возрастает роль культуры и духовности в духовном становлении личности, гуманизации всех сторон нашей жизни. Размышления критика, доктор исторических наук, профессор Шрамин, профессор современного театра, репортаж специального корреспондента «Правды Ладыни» на втором международном фестивале «Телевизионных фильмов», рассказ нашего собственного корреспондента «Исторических традиций белорусов», детские программы поэта Дудина составляют сегодня содержание многих передовиц центральных газет. Почему же сегодня ожесточение подозрительности, эгоизм и нетерпимость? Нахуй колоссальные очень сенсей. Я еще раз повторяю, что демократия – это не анархия, что получая доступ к микрофонам и экранам, когда на митинге наши соотечественники охотнее всего опускают уважаемые глаза, поражают новую вражду и новые обиды. Даже национальное самообличение обнаруживает себя к нашему ближайшим соседям. Тоже возросшую в отпуске свобода освободила Курска. Вот недавно, например. Соседи страны боятся. Вот жатва пенсионных. Урожай убран наполовину площади Колосовых. Косовицы их начали горные и предгорные хозяйства. Что я хотел по этому поводу сказать? Создается впечатление, что все еще не преодолен разрыв. В день этого вопроса в нашей делегации до кандидата было всего несколько голосов. В целом, я доволен содержанием принятых съездом документов. Но как бы при сохранившейся еще тяге к административно-бюрократическим методам, эти решения не остались на бумаге. Взгляд изнутри. А как вы узнаем об этом, когда буду выступать перед коллективом. Держать отчет за работу человека, государства. Olma akıp gitarı, ana tutup gitarı. Olma akıp gitarı, ana tutup gitarı. Olma akıp gitarı, ana tutup gitarı. Traktör gitme. Sen kimde oynuyorsun? Lan bu kişiyle kurduğu yok, karanlıkta trafiğini kaydediyorlar. Gene bu işgal kıvırgan. Reisli kapını gavrulun lan. Yoksa kurban. Gavrulun bana ya. Yeah. Yeah. Tanto già ci regalo. Vale. Vale pues. Vaya día. Haber kimince? Vale. Şuraya. Vale. Hey, çekin lan. Bu kızı. Bırakın hele yapma. Öde.
Hadi.